Qarshi viloyatida Chiroqchi tumaniga ketyapti. Assalomu alaykum. Stol nuqta.uz kanalidan Instagram va YouTube kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bu ishlarimizni tayyorlab berdik. Qarshiga xudo xolasa Otabek degan akamizni xonadonlarga tayyorlab berdik. Bu stolimiz 18 talikdan iborat bo'lib, stollarimiz Monika Cobra 3D oyoqli gulli 100% yong'oq yog'ochdan tayyorlab berdik. Materiallar tuvechki material tayyorlab berdik. Tepasi adnatomiy. Xudo xolasa o'ta chiroyli ishlab berdik. Bu ishimiz 18 taligimiz 7 metr xonadonlarga bemalol tushadi. Xo'p, bu 18 talik ishimizni xonlari MDF dan bo'lgan 100%. Xonimiz razmeri keladigan bo'lsa, xonimiz razmeri 4,5 metrga 120 qilib ishlab berdik. Buni addenniy xon taxta qilib ishlasda ham bo'ladi. O'rtasidan chokli mana addenniy qo'yib ishlasda ham bo'ladi, bitta qo'yib ishlasda ham bo'ladi. Xon taxta vazifasini 100% bajaradi. Xo'p, shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Xudo xolasa bu ishlarimiz Qarshiga ketyapti. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxi 11 million so'mga tayyorlab berdik. Dastlabkidan tashqari. Hozir dastlabkasi 1 million atrofida chiqdi. Gaplashdik shofyor bilan. Upakovka falgiga o'rab chiqaveramiz. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Usta Shahbozbek vodiy bo'ylab dastlabkamiz ichida bo'ladi, yetkazib berishimiz. 100% ishlarimizga garantiya beramiz. Yong'oqdan, MDFdan. Bu xonadonimiz, xonamiz cho'kkan razmeri 7 metr xonadonga bemalol tushadi. 18 talik Monika Cobra 11 million so'mga arziydimi yo'qmi? Like bosib, podpiska bo'linglar. Xudo xolasa kommentariyada fikrlar yozib qoldiringlar. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizga nomerimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlab beramiz.